Assalomu alaykum aziz Muzaffar tog'a va Habibulloh usta kanali muxlislari. Sizlar bilan yana diydor ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Qalay qishda sovuq kunlarda sovqotmasdan yuribsizlarmi? Yana bir o'sha ko'pchilik so'raganini hisobga olib turib, shunaqa narsalarni qilib bir ko'rsatib qo'yaymi deb o'zimizga ham sinov bo'lib qoladi. Bunaqa ko'pini qilganimiz yo'q. Azroq o'zimiz yozda endi o'sha go'ngga hokani aralashtirib kuyib qo'yganmiz bunda. Bunda kuyib qo'yganmiz. 3000-4000 tacha kuyib qo'yganmiz. 3000 tadan oshiqroq. Endi hozir o'shani yayapmiz. Endi o'sha hokani o'ziga ko'pchilik bo'ladimi? Endi qish kunida hamma ko'mir olyapti, ichidan hokasi chiqyapti. O'shanga so'rashyapti. O'shanga bir qop hoka tashladim hozir shunga. Keyin o'sha ozgina qop tagida jinday apilka bor edi. Apilka qo'shib yubordim. Keyin jinday albastir bor edi. Ozgina albastir bor edi. Hozir shuni aralashtiramiz. Bu asosiy ko'mir. Hozir shuni loy qilamiz. Sop ko'rsatamiz. Hozir mana bir qop nimaga 3 paqir suv quydik ana paqirda. 3 paqir suv quydik, keyin o'sha qop tagida shunchacha apilka bor edi. Uni qo'shdim. Keyin endi albastir remontdan ortib qolgan bir qancha desam bo'ladi. 4 ta kasada albastir bor. Uni qo'shib yubordim. Yo'q, qatib ketmasin deb, qatishiga yordam bo'ladi deb. Shu paqirdan. Endi suv bo'lib qoldi. Keyingi qopni ham ochdik. 3 kurak tashladik keyingi qopdan. Aralashtirib oldik. Suv bo'lib qolsa tushib qoladi ekan. Hozir mana kuydim, mana bunda bo'lyapti. Bemalol. Urib tushmay, shuni ko'targanlarida tushmasa bo'ldi ekan. Endi barakat bo'laveradi. Bunga hozir go'ng qo'shildi, faqat ko'mir hokani o'zi. Bo'lsa yana bitta opga kuyib qoldik. Bizda briket apparati ko'p, ishdan qizg'anib, ko'proq ishlatib kuyib qolamiz. O'sha nechta chiqishini iloji bo'lsa qurib qolsa, agar yoqishini ko'ramiz. Yoqishni ham birlar ko'rib, yonishini. Yana nima video qo'yiladi. Bo'ldi. Mana kanalimiz obunachilari quyib oldik. Bir qop qildik, ketgan o'sha narsalar. Ichida apilka, 2 kasa, 3 kasa albastir. Keyin suv yo'qlik qiluvdi, 3 paqir suv. 3 kurak mana bu nariga qopdan qo'shdik endi. Qanchasi ketdi ekan uni? 3 qop, 3 paqir. 60 ta chiqar ekan shundan. 60 ta chiqdi hozir. Yo'q, qop qo'ydik. Endi ko'ringlar-chi bu necha kunda qatadi, nima bo'ladi? Yana uchrashaveramiz kanallarda. Hamma sog' bo'lsin. Mana kanalimiz obunachilari, briketlarimiz ham qatdi mana. Bugun 2-kun bugun. Kecha yomg'irda ham qolib ketibdi bu briket. O'sha briketlar mana. Og'ir, hali rosmana qurib ketgan yo'qmi? Ushab tursa ushagidek. Qurib ketsa ham qirg'ani qilsa ham tushmasa kerak. Lekin titilib ketmaydi, tahlasa ham titilib ketmaydi. Mana yonishi bu. Yaxshi yonar ekan. Tag'dan bu o'tgan yilgisi bu. O'tgan yilgi hoka. Chiqib qolgan ekan. O'shandan nima qiladi? Yonishi yaxshi. Bilgisini qilsa bo'lar ekan. Mana o'sha kim hozir ham shunaqa qilsa bo'laveradimi? Ko'mirni hokasini o'zidan deganlarga mana javob. Bu yoqda mana briketlar bo'lyapti. Yana to'pchalar. Nima deysan aslidan? Turlayapsan. Aslidan falon qilyapti mana. Zaga to'pchalar bo'lyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Muzaffar tog'a kanali
Xohlaganlar like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'ysin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.